Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Suyuti'nin Halifler Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün Hişam ibn Abdülmelik'ninki zamanında bu adam bilen boğa bir kısım kişilerinki münasebeti hakkında bir bayan vermekçi Celaleddin Suyuti. Endi bugün sultanga qanday hitap qilamiz, sultanga qanday gap qilamiz, bu adab qoida. Bu haqda so'zlamoqchi. İbn Asakir İbrahim ibn Abi Ubladan rivoyat qilib, Hisham ibn Abdülmelik bu İbrahim ibn Abi Ublani Misrning boj ishlariga mas'ul bir vali qilmoqchi bo'pti-da. Shunda bu odam deydi, men unutmadim deydi. Shunda Hishamning noit ochiq kelib, hatto shu o'zlari lopildab ketdi-da, ochiqdan. Bu odamning ko'zida bir xil olg'aylik bor-da, menga qaradi, bir xil yiqimsiz. Şuna dedi ki meyli xalaysa, meyli xalamaysa çoxum bu vali bo'lsa dedi. Baş işlarga, yani iqtisadi nazoratchi. Shuni o'ylab men gap qilmajim tudim. Chunki onaki ochiq yomon shu paytlarda. Onun g'azbi besqa vaqtda dedim, Amirul Mu'minin gap qilsam bo'lamdi desam, xo'sh dedi. Dedim men Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mundaq deydi. Biz amanetni osman zemin tağlağa tanısak, bu amanetni yükleştin onu mu dedi. Bu yerde Ezbrai Huda Emirül Müminin Allah Teala bu tağlar, zeminler amanetni kabul kıl olmasa, ularni Allah ya ulağa ya açıqlı mıydı ya ki ularni Allah mecburlu mıydı? Ondaqda men unutmagan bo'lsam bu valilik maqomiga qabul qilishni sizning men ochiqlashingizga men loyiq emas. Men majburlashingizmi yaxshi emas dedim dedi. Shunda kulib ketib meni bu mansabdan bo'shatgan dedi. Halid ibn Savfan degan kishi Hisham ibn Abdülmelik'e nasihat qilgan. Buning ifodasi qanday bo'lganda deganda Halid ibn Savfan'ın özünden rivayet kılınan bir mezmunda bu kişi mundaq deydi. Hisham ibn Abdülmelik'ninki huzura bağandım deydi. Şu vaqtida Halid keldi dedi. Dedim men burunqi padişahlardan bir padişah Xabarnakka sayohatga chiqibdi ko'ngilish uchun. Xabarnak degan shu arablarning joylatdan burunqi cho'ng bir shahri hozir Iroqda. Bu padişah nayti imlik yani davamlı g'alaba qilgan odamlar ko'p bir odam podshoh ekanda shuna qarab o'zining so'rindoshlariga mundaq debdi. Bu kimning degandan keyin bular podshohning debdi. Shuning bilan podshoh debdi, menga o'xshash mushundaq odami ko'p, boylik ko'p, nusrat ko'p biror odamni ko'rdinglarmi? Degandan keyin u odamniki qishida Hacı Sefir'nin qaldıqlardan qilib qolgan bir odam bor ekanda, bu odam mundaq debdi. Sizlar bir cho'ng bir ishdan so'rab qollar podshohim. Javobni men bersam bo'lamdi degandan keyin podshoh bo'ladi yorliq debdi. U odam mundaq debdi. Sizning hozirgi mush holatingiz burundan bor ishmiti yoki sizga miros sifatida qilib qolgan ishmi yoki keyin xuddi sizga boshqalardan qolgandek sizdanmi boshqalarga qoladigan ishmi? Degan ki shundoq debdi podshoh. Undaqda bu kichikkin arzimas bu dunyodan qandoqmi hayron qoluvchiligi bor. Siz uzun bir zaman keng vaqt uzun bo'lgan bir yerga ketilasizlar yana qiyomatga demoqchida. Hem sizlarga hisob bo'ladigan bir kun bu uning ustiga. Bundan hayron qoluvchilik yo'q. Va yana mundaq debdi. Voy isit sizlarga. Nega qochamiz? Kimni izlaymiz? Qaysi tarafga iltijo qilamiz? Darhol bu podshohni bir titrak o'sibdi-da, bu so'zlarni aytdi. Ta'sirlik qiyomat bilan, qiyomatning avvalidan qo'rqitdi-da. Va yana mundaq debdi gap boshlab. Siz podshohligingizni davom etib Allohga toat ibodat qilish orqali yaxshi ishlarni qilasiz. Mayli xush bo'lib keting, mayli xafa bo'lib keting, qaysi holatda bo'lsin, Allah bilan bo'lgan munosabatingizni uzmaysiz. Güzel munosabatingizni. Yoki bo'lmasa taxtingizdan qo'l uzib, sizning bu o'zingizdagi kiyimlaringizni tashlab, bu podshohlik kiyimlaringizni Allohga ibodatli qilasiz.
İki xil tanlash beribdi-de bu adam bu padişah bu yerda. Padişah mundaq depdi, men bugun bir o'ylanay, edigen semesinin qışınğa cevap beray depdi. Ertesi boğan vaqtida işkini çekipdi-de, şuningla o padişah mundaq depdi. Men muşu sarani, muş tağın tanladım. Undaqda men muşu juvamni kiydim. Yani zayitlik kiyimimni kiydim demoqchi-da. Agar menga yo'ldosh bo'lib, hamroh bo'lmoqchi bo'lsang, undaqda men qarshi chiqmaysan. Depdi-de, şuningla bu ishga tag shu tog'da yashab, zayit bo'lib, shu yerda o'lib ketibdi depdi. Endi bu hikoyatni so'zlab berish orqali hamda Xolid ibn Saffon, Hisham ibn Abdulmalik hamda zo'r bir podshoh bo'lish sifati bilan bu odamni bir xil o'ziniki hokimiyatida zahid, taqvo bo'lishga, ya'ni xudoko'y bo'lishga undayapti-da bu orqali. Endi mushu podshoh haqida Adi ibn Zayd ibn Himar tuvanlik she'rini o'qigan. Yani şu tağda o'lib ketgan Zahid podshoh haqida deyilyapti-da. Bu Adi ibn Zayd ibn Himar islomiyatdan burun o'tganki bir podshoh nima shoir bu ayni vaqtdagi. Ko'nda davrlardagi. Ey davrni ayiblaydigan, zamonni ayiblaydigan ayiblig'ichi, sen o'zing komil, hamma narsani xoli, pokmisan deydi. Yoki sening chin bir va'dang bormi, to'xtaming bormi kunlarda? Yani o'lmaydigandek, balki sen bir mag'rur nodonsan. Endi ko'rdingmi endi dedi. Mengu yaşagan bir davrda mengu yaşagan odamlarni ko'rib baqdingmi? Yoki turmalarda mengu azob chekkan kishilarni ko'rdingmi dedi. Podshohlarning podshosi Kisra qana, Sasanilarning bu otasi qana dedi. Uningdan burun Sabir qana dedi. Sabir bu burunqi hammasi İran podshohlari ayni vaqtdagi. Onundan başqa ali maqamda yaşagan Banu Asbar, yani Rimning podshohlari qana dedi. Ulardan hech kim qolmadi, asligidek odam mı qolmadi? Bütün shaharlarni sağgan, Dijlani sağgan, hatta bojlar bütün yig'ildigan, hatta Furat, Xabir degan burunqi Furat daryosining burunqi ismi, mushda kildigan bu podshohlar qana dedi. Mermer toshlar bilan, xilma-xil zeb-i zinatlar bilan qushlarniki hatta uvisdan tortib uchadigan ya qo'ndoqlardan tortib shunda hashamatlik sog'an podshohlar edi dedi. Davr va taqdirning shamoli dedi. Bu podshohni qo'yib qo'ymadi. Bu mulk podshohlikmi undan yo'qoldi. Buning ordusimi tashlanib qoldi. Xabarnaqning podshohini o'ylab baqdi. Xabarnaq degan biz bayam degandek cho'ng bir Iroqdagi bir shaharda ayni vaqtida. Bu yaqinqi mezgilda bu shahar bayqilgan, shu o'zini mabayinda bayqalgan. Eng katta shahar ekan burunqi vaqtida. O bir kuni shunda chiqibdi dedi. Endi bu hidoyat uchun bir aslimi bor buning gapi. Onun meli onu xursand qilibdi. Onun podshohligiga oid ko'pgan dengiz, egiz saroylar hammasi ashning ketgan deydi. Onun qalbi mush podshohlikning hammasidan voz kechib, bütün gunoh ma'siyatdan qo'lni o'zib, oxirida dediki, hayot odamning orzulari qandoq bo'lishidan qat'iy nazar hamon yo'qab, oxir o'limga aylandi ekan dedi. Hatta şu podshoh, Xabarnaqning podshosi şu utuqlardan keyin, şu podshohliklardan keyin, şu puhralari batırıp, bularning hammasini qabrlar ularni yo'qotdi dedi. Bu shaharmi yo'qolgan emasmi keyingi mezgilda? Ondan ular xuddi bir qurib ketgan qog'ozdek bo'lib qoldi dedi. Ya'ni qog'ozni bunda sharq va g'arbningki shamollari shu u ham bu yoqqa shu ushurib lelanch yurganga o'xshash bularmi ya'ni mushtaq shunda bir puhralar ko'p, odamlar ko'p bu shahar oxirida yo'qolib ketdi, tugab ketdi. Bu orqali hamda Hisham ibn Abdulmalikka o'limni eslatib, podshohlikning yo'qolganligini eslatib dedi. Shuni bilan bu adam yani dedi, Hisham bu gapni anglab bo'lganingizda yig'lab, hatta soqollari yo'lolab ketdi dedi. Shuni bilan ko'pini yig'ishtirib, chidirlarni binolarni buyurib bo'shton deb
Özün qasrda turdi dedi şu vaqtida. Şu aralıkta hem de Hişam'ınki hizmetçileri, türlü kulları kepti de Halid Müsaffan'ın kışı. Ular depti, sen bu Emirül Müminin yani Hişam ibn Abdülmelik sen neymi kıygandın? Onun bu huzur lezzetini buzur ettin ya dedi. Degендикен bu adam dedi, ketanla depti bulağa. Men Xudoga va'da berganki, men har qanday bir podsho bilan urush qilsam, bu podshoga Allohni eslatma deb va'da bergandim dedi. Demak, endi shu davrniki endi ulamolarimi podsholarga nihoyat jur'atli holatda va'z nasihat qila oladigan, ham ta'sirli yig'ilta oladigan zohidlarni o'tgan ekan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.